Bugungi videoda birinchi marta Bed Wars o'ynayman. Menga ko'pchilik 1.8.9 versiyani tavsiya qildi. Ya'ni bu PvP uchun eng yaxshi versiyalardan bittasi ekan. Va men Gemini'dan qaysi server eng yaxshiligini so'radim, ya'ni Bed Wars uchun qaysi server yaxshiligini so'radim. Va u menga birinchi bo'lib Premium Minecraft uchun versiyalarni berdi. Lekin menda piratskiy launcher edi. Lekin ikkinchi variantni ham berdi, Cracked versiyani berdi va men nihoyat Pika Network serveriga kirdim. Bed Wars'ni umuman birinchi marta o'ynayapman deb ayta olmayman, chunki bundan oldin ham o'ynaganman, do'stlarim bilan yoki o'zim solo o'ynaganman, lekin yaxshi o'ynamaganim uchun ozgina clickbait qilib qo'ydim, ya'ni birinchi marta o'ynayapman deb. Va siz bilan bu videoni birinchi qismi, ikkinchi qismida esa yaxshiroq o'ynashga harakat qilaman va bu qism bo'lib oxiri Bed Wars Pro gacha borishimiz kerak. Buni atrofga o'raymiz. Nimaga men bilan o'rashishimni ko'pchilik so'ragan bo'lishi mumkin. Agar so'ragan bo'lsanglar, prosta buzish qiyinroq. Lekin tent bilan kelsa foydasi yo'q. Yana ozgina resurs, qilich va bloklar ozgina. Qolganini ender chestga qo'yamiz. O'zim keldim qo'lakat. PvP'm yaxshi emas. O'zi kelib qo'ygan. Sal rahm qilsa bo'lardi. Lekin men endi nima qilib qo'yaman? Noob qilib qo'yamanmi? Keyingi videoni intiqlik bilan kutinglar, chunki keyingi videoda men bridgingda yangicha usulini topdim. Ya'ni oddiy emas, sal oddiyga o'xshagan, lekin yaxshiroq variantini topdim. Ko'rganingizdek bitta kelam qilib qo'ydim. Resource pack ozgina chala, golden apple da ko'rishingiz mumkin. Orqasida ramkasi qolib ketgan oq bo'lib. O'ylab qoldim, balki duo o'ynarman va ko'ramiz. Bundan keyin o'ynarman balki. Hop, resource yana yig'amiz. Agar videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, videoga like bosib qo'yishni unutmang. Chunki bu kanalimdagi birinchi video va siz buni qo'llab-quvvatlashingiz kerak deb o'ylayman. Va sizni ko'rsatgan aktivingiz meni keyingi videolarni olib chiqishimga ham sabab bo'ladi. Ta bo'ldi. Yana endstone olamiz. Mana bu atrofini o'rab qo'yamiz. Tez o'ramasam, normal. Bed Wars endi boshlaganlar uchun normal menimcha. Endi qilich va ozgina blok. Qolganini ender chestga qo'yib qo'yamiz. Chunki oddiy chestga qo'ysa o'g'irlab ketishlari mumkin. Yana keldi, bilmayman nimaga hamma birinchi menga kelibdi, o'zim ham tushunmayapman. Va mashq gapim chala qoldi va mashq qizil qilgan bridgingda men keyingi videoda qaytarib ko'rishga harakat qilaman. Ya'ni o'tirib turib qo'ydi-ku, kirsa. Bed destroyed. Uzr. Va biz duo o'ynaymiz endi. Ya'ni ikkitalik bo'lib komanda. Videoni ko'rib zerikib ketgan bo'lishingiz mumkin, chunki meni o'ynashim unaqa zo'r emas. Ya'ni normal o'ynayman. Normal ham bo'lmaydi, yomon o'ynayman. Shuning uchun zerikib ketgan bo'lishingiz mumkin. Lekin aniq bilaman, keyingi qismlarda zerikib qolmaysizlar. Bunga ham javob bermayman lekin. Prosta men kunga kirib trenirovka ko'rishga harakat qilib
Va bu videoni olib bo'lgandan keyin albatta bridgingni o'rganmoqchiman, chunki oddiy nublar qiladigan bridgingni o'zi yirikdim. O'sha uchun yaxshiroq bridging qilib ko'rmoqchiman. Hop, blok olamiz. O'zimcha bo'ldi. Tayyor bo'pti biz. Bu ketamiz resurs olgani. Men kimdir bazasiga borish niyatim yo'q. Va deyarli biz kelib qo'ydik o'zi. Yana ozgina blok yetmayapti. Sakrasam yetmas ekan. Okey. Qanaqa yopgan? Yotoqmi? Yotoq demak. Kravat. Yo'q. Divan. Yo'q, divan boshqa narsa. Bed, короче, inglizskiy odamiz, angliyskiy odamiz. Bed, короче. Это o'zi ko'p kelyapti. Normalniy agar qilalsa, ya'ni PvP'ni yaxshi qilsa, olmadim. Ko'kka o'zi qaraydi. Bot ekan. Sherigim ham o'zim ham botmiz. Yaxshi, bitta kel. Normal. Endi shoshmasak bo'lmaydi. Ya'ni o'lib qolishimiz ham kerak emas endi. Ozgina internet bomba qoldi. Hop, qayerga ketamiz endi? Shunga tepaga. Yaqinlashguncha tepadan keyin yana blok qo'yib yonga ketamiz. Ko'p keldi o'zi. Resurslarni o'zi olib ketadi. Lekin variant emasmikan deb ana. Zo'rmana. Blokni boshqa joyga qo'yib, o'zi boshqa joyga sakrashman. Fireball o'yinda hech narsa qilinmaydi menga, nima deyapsan? Iya. Fireball hech narsa qilinmadi, to'g'ri, lekin o'zimga o'zim nimadir qilib qo'ydim. Aytdim-ku, men bedars haqida o'ynaydigan bola emasman. Plus faqat prolar o'ynaydi. Sal nublar bo'lsa o'ynarardim. Va keyingi videoda bundan yaxshiroq o'ynashga harakat qilaman. Shuning uchun keyingi videoni kuting va mana shu videoga like bosib qo'ying. Ozgina resurs yig'amiz. Voy. Men nimaga bir o'zim? Hop. Yutqazganim oldini bildinglar. Shans yo'q menda. Men sherigimga ishonib o'ynardim. Sherigini o'zi ham yo'q endi. Va resurs yig'gani ketamiz. Lekin bitta pushtaga kelib ketamiz. Agar kill qilsam, hech bo'lmasa o'sha pushtalarning bittasini o'zim yo'qotib qolardim. Lekin degan joyi bor. Ular nimaga men ba'zan yig'ilganini bilmayman. Ular ko'rgan, qarasa men bir o'zim qolib ketganman. Sразу meni kill qilishdi. Ko'rdinglar? Shu degan joyimda urdim, yaqin. Kill hisoblanmasa ham, nuda jigarli. Krisa. Bed destroyed. Hadi. Nimaga buzmayapti? Buzib bo'pti o'zi. Bridge karta. Okey. Bu aytganimdek Bedwars'da karta tanlamayman. Chunki hammasi bor bot o'ynaman.
Nice. Hop, bir necha resurs o'rganib borishimiz kerak deb o'ylayman. Undan ham birinchi divan, ya'ni bedda yopish kerak. Bularniki borsa nima bo'larkan? Yo'qib qo'ymasmikanmizda? Ketdi. What the fuck? Bular qanday kelib qoldi? Bular qanday keldi? Tushunmayapman. Normalligida turibdi. Hozircha ko'rmadi. Borishga ulguramiz. Agar blokimiz tugab qolmasa albatta. Agar shularni kerak qilolmasam, kanalga obuna bo'lib like bosib qo'yasizlar. Like bosishlaring kerak o'zi. Mehnat qadrlaylar ozgina. Bu video montajni men hali qachon qilaman erinib. O'shaning uchun like bosib qo'yinglar. Obuna ham bo'lib qo'yinglar. Kanalni ko'rsanglar, nechtadir obunachi bor, qara o'zimni ham qarayim keling. Juda ham kam obunachi. Xo'p. Endi nima qilamiz? Ketdik. Kelyapti bas. Bekor qurib qo'yibman. Ozgina qurdi keldi o'zim. Epic moment qilmoqchiman, lekin bilaman bari o'xshamaydi. Qo'ldan kelgancha. Anaqa proga o'xshamayapti. Bridging qilishcha yomon zo'r emas. Nima tushmayapti hozir? Tush pastga. Arqadan jurasi keldi. Isqart. Fukarni akalar. So'kish yaxshi emas. Plus videoda. Ikkiga bir qanday qilib men. Men assist qilibman. Yana jigarni o'ldirdi. Men qochadi. O'ldirishini bildi qochadi. Ko'ryapsizmi? Qanday krisali bu dagan zipni baqi. Kagitingo. Okay. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki oxirida men KPSimni nechiligini ko'rib olaman va uni oshirishga ham harakat qilaman. Ba'zan shu darajada, lekin baribir 100% bilaman yo'qib ketishadi biz. Bitta yaxshi bo'ldi. Qilich, blokimiz bor. Ammo temir hisoblaymiz. Ko'rganda bo'ldim mana. Yaxshi, kel. Anisi o'zi duxim yetmaydi. 1.5 HP menda chunki. Bitta urilib qo'y. Nima edi? 1.5 HP, 2 HP bilan nima qilalardim bari? Aytdim-ku, shuncha zo'r bo'lsa ham atrofi divanimizda baribir yo'qib ketishadi biz dedim-ku. Vay. Oqdan faqat men ham o'ldim. Rahmat. Va o'sha daqiqalar keldi. KPSimni tekshirib ko'rish. Hop. 1 sekundda 7 KPSni normalmasini bilmayman. 6-7 atrofida o'ynayapti KPSim. Bunda videolarda ko'rgandim, chitah degani eng zo'ri bo'lar ekan, ya'ni chitah 10 KPSdan balandda bo'ladi, 8 KPS. Qani boshqacha yo'l bilan qilib ko'raylik. Bari 7 KPS. Men bugun videoda 18 KPSgacha olib chiqmasdan qo'ymayman. 25 dir, uncha kalla bormi? 18 KPS qo'yaraman sizlarga, chunki videolarda men ko'rganman, 18 KPS bo'lsa
vahimroq tashladi. Men uchun muhim emas. 18 FPS. Chunki buni o'yinda qilish qiyin, hozir qilish oson. Chunki mishaholiga joyga qo'yasiz, xohlagan pozitsiyangizga bosasiz. Lekin o'yinda u narsani qilish qiyin, imkonsiz emas, qiyin. Qachongacha bunday qilishimni o'zim ham bilmayman. Yaxshi, do'st boshida nechi FPS? 7 FPS. Unga chiqdi o'zi. Mana trenirovkani yangi usul qanday qilyapman? Prosta boshqacha yo'l bilan videolarda ko'rgan yo'lim bilan ikkita ko'rsatkich va o'rta barmoq bilan mishkani chap tomon bilan bosib shunaqa qilyapman va Google o'rningda FPS undan baland chiqyapti. 13 FPS. 12 FPS. Do'stlar, bular proman o'zi. Keyingi videolarda mana shu FPSlar bilan o'ynashga harakat qilib ko'raman. Plus bridgingni yaxshilab o'rganib olishim kerak. Keyingi videoni kutinglar. Men yaxshiroq bridging bilan va mana shu ko'rgan FPSlaring bilan birgalikda mana shu ko'rgan FPSlaring bilan birga tilim aylanmay qoldi 18 ko'rgandan keyin xullas keyingi Bedwars videomizning ikkinchi qismida bridging bilan mana shu FPSlar bilan birgalikda o'ynab ko'raman. 18 FPS bir marta qoldi, menimcha endi bo'lmasa ham kerak, lekin harakatdan to'xtamaymiz. Qilaveramiz yana. Xo'p. 12 FPS. 18 FPS. Do'stlar, videomiz shu joyda o'z nihoyasiga yetdi. Kommentariyaga o'z fikringizni bildirib qo'ying, chunki bu kanal yangi va siz aktivizm uchun juda muhim. Keyingi videolarni tezroq chiqarishimga ham yordam bo'ladi. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Xayr, sog' salomat bo'ling.